Strategiya turlari. Strategiya turlari asosiy texnik, fundamental, gibridlardan tashkil topgan. Gibrid, ya'ni u bilan birga fundamental bilan texnika birga qo'shib ishlash, shunga o'xshash kabilar bo'ladi. Texnik analiz grafika ochib, grafika o'zida analizni davom ettirish hisoblanadi. Fundamental bo'lsa, yangiliklarga qarab, ya'ni siyosiy jarayonlarga e'tibor berib ishlash hisoblanadi. Yana ko'rib chiqamiz hammasini. Fundamental analiz bu siyosat va davlatlar o'rtasidagi yangiliklarni analiz qilish hisoblanadi. Ya'ni umumiy analizga qarash, yangiliklar bozorda qanaqa yangilik chiqyapti, ya'ni qaysidir davlatni qanaqadir chiqayotgan ma'lumotlari, ularni axborotlari, yangiliklari qanchalik ta'sir qiladi, u yangiliklar qanaqa bo'ladi, qanaqa ma'lumoti bor u yangiliklarni, foiz stavkalari bo'lishi mumkin, ishsizlar soni, yalpi ichki mahsulot, chakana savdo, sanoat ishlab chiqarish, inflyatsiya, shu kabilar bo'lishi mumkin. Ularni yangiliklarni analiz qilish uchun bizga investing.com, forexfactory.com saytlari yordam beradi. Ya'ni oldindan ko'rib savdo bitimlarimizni himoyalashimiz yoki yanada uzoq ishlab turishimiz mumkin bo'ladi. U ham yana analiz qilib, o'rganib, aniq bir to'xtamga kelgunimizcha. Bozor mexanikasi talab va taklifdan asosiy mexanikalardan hisoblanadi. Talab va taklif, ya'ni taklif bo'ladi, taklif va talab o'rtasida narx belgilanadi, aniq bir narx va shu orqali bozor harakatlanadi. Narx ko'tariladi, tushadi. Texnik analiz narxni o'rganish va bozordagi hajmni o'rganish, ya'ni bozorda qayerda ob'yom kirib kelyapti, asosiy burilishlari qayerda, razvorat tochkalari, grafiklar chizish, strategiya, indikator, shunaqa narsalar ketib boradi. Bozor harakatiga yana nimalar ta'sir qiladi? Tijoratlar, savdo stollari, ya'ni o'tirib savdo qiladigan brokerlar, katta hedge fondlar, umumiyda spekulyantlar, inson emotsiyasi narx quliydi, buyurtmalar jamlanmasi yig'iladi, ko'tariladi, narx yana harakatni davom ettiradi, quliydi, patternlar yig'iladi, yana ko'tariladi. Shu orqali bozor mexanikasi davom etib ishlab keladi. Bu mana oddiy linear grafikda ko'ryapmiz, ya'ni chiziqli grafikda umumiy ko'rinyapti. Xuddi shuni bizga osonroq va tushunarliroq ko'rinishi bu yapon shamchalarida ko'rsak bo'ladi. Yapon shamchalari bizga qanchalik ko'rsatib beradi? Hamma grafiklarni misol uchun yapon shamchalarini o'zida mana bu shakllanayotgan har bitta shamchalar narxdagi xarakterni bildiradi. Ya'ni qayoqda ko'proq buqalar harakati bo'lgan, ya'ni sotib oluvchilar bozoriga katta ob'yom bilan kirib kelgan, qaysi narxda ko'proq sotuvchilar katta ob'yom bilan bozorga kirib kelgan, hammasini grafikda bizga shakllantirib beradi. Biz shu orqali vaziyatga moslashib, savdo bitimlarini ochib, daromad qilishimiz kerak bo'ladi. Yapon shamchalariga oid darsimiz keyingi bo'limlarda bo'ladi. Ko'rib o'rganamiz hali. Strategiyaning turlari. Scalping, kunlik, swing, pozitsion, ya'ni strategiyaning turlari, undan tashqari treyderlarning turlari ham deb aytsak bo'ladi. Scalping strategiyasi, ya'ni skalperlar scalpingda ishlaydi. Maqsad 5-10 pips, davomiyligi sekunddan minutlargacha davom etadi. Kirish, ya'ni savdoga kirish, bitimni amalga oshirish vaqt oralig'i 15 sekund, 1 minutlik bo'ladi. Kunlik strategiyada ishlaydiganlar maqsadlari 15-50 pips bo'ladi. Davomiyligi 24 soatdan ko'proq. Kirish nuqtalari M1, M5, M15 ham bo'lishi mumkin bu paytlarda. Vaqt oralig'ida bo'ladi, ya'ni time framelardan. Swing maqsadlari 5, 50, 300 pips bo'ladi. Davomiyligi kun, hafta davom etishi mumkin. Kirish nuqtalari M15 4 soatli time frame oralig'ida bo'ladi. Pozitsion maqsadi 300 pipsdan yuqori, davomiyligi hafta, oylab pozitsiyasini ushlashadi. Kirish 4 soatlik, 1 haftalik time frame vaqt oralig'ida kirishadi. Hozircha shu, yana sekin-sekin darslarni to'ldirib boramiz.